Usta aka, g'ish qalay ekan endi? Zakoni xudoga shukr. Zo'r. Xudoga shukr deymiz. Obyekt bor-ku ko'chadan aka. Yonib turibdi. Rahmat aka. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqyapti. Bu obyektga xudo xolasa g'ish olib kelganmiz. Hozir usta akalar birinchi qavatini ko'tarishni xudo xolasa yakunlashyapti. Bu obyektni g'ishini ko'rib, Naryodagi obyekt egasi g'ish zakaz qilgan. Hozir u yoqqa g'ish olib kelganmiz. Kranni hozir tushirib chiroyli qilib tushirib beramiz. Mana bu yoqdagi obyektga ikkita mashinada g'ish olib kelganmiz. Xo'p, obyekt aka qachon boshlangan qurilishi, g'ish urilishi? Bir haftada уже bir qavati deyarli ko'tarilib bo'ldi. Aka g'ish sifati haqida qara. Zo'r, sifati zo'r. Gap yo'q sifatiga. Boshqa g'ishda olganmiz, bu g'ishni o'zimiz taklif qilib oldik. Ustolarni o'zi. O'tgan yil ishlatganmiz buni. Shuning uchun taklif qilib uy egasiga shu g'ishni olib keldik. Uy egasiga o'zingiz taklif qilgansizlar. Taklif qildik. Gap yo'q ekan. Juda ham chiroyli chiqayotgan obyekt ustalarga, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ustaga qayerliklar? Surxondaryoliklar bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Surxondaryolik shunaqa usta akalarimiz bor ekan. Xudo quvvat bersin akalar. Gap yo'q lekin. Xudo xolos shunaqa usta akalarni oldiga kranni tushirib beramiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli g'ish kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib, kranni xudo xolasa chiroyli qilib tushirib beramiz.